Avtohalokat, balandlikdan yiqilish yoki kuchli zarbadan so'ng siz o'zingizni yaxshi his qilayotgandek tuyulishi mumkin. Ammo bu xavf o'tdi degani emas. Mustahkam ko'krak qafasi ichida o'pka, yurak va yirik qon tomirlari yashirin shikastlangan bo'lishi mumkin. Eng xavflisi, bu jarohatlar ba'zan bir necha kundan keyin namoyon bo'ladi. Har bir yo'qotilgan daqiqa og'ir asoratlar, hatto hayot uchun xavf tug'dirishi mumkin. Toshkent davlat tibbiyot universiteti klinikalarida bemorlar zamonaviy diagnostika va yuqori texnologik video torakoskopik jarrohlik yordamida qisqa vaqt ichida tekshiriladi va davolanadi. Bugungi bemor avtohalokatdan so'ng bir hafta o'tgach murojaat qildi. Kechikkan bo'lsa-da, shoshilinch video torakoskopik amaliyot orqali o'pka tiklandi, ko'krak qafasi bo'shlig'i tozalandi, singan qovurg'alar mustahkamlandi va bemor qisqa muddatda faol hayotga qaytdi. Minimal jarohat, maksimal aniqlik, tez tiklanish hayot uchun zamonaviy yechim.